Herbert Uls ko'rinmas odam. Fizik olim Griffin jonli mavjudotni ko'rinmas holga keltirish ustida bir necha yil davomida izlanishlar olib boradi. Avvaliga u mushukka tajriba o'tkazib ko'rib, aql bovar qilmas ixtirosidan o'zi ham hayratga tushadi. Chunki mushuk ko'rinmaydigan bo'lib qoladi. Ko'rinmas odamga aylanish juda katta imkoniyatlar eshigini ochishiga ishongan Griffin ixtirosini o'zida ham sinab ko'radi. Ammo kutilmaganda uning hayoti azobga aylanadi. Nega? Kitobni o'qigach, dunyoviy istaklar insonni qay ko'rgiliklarga ro'paro qilishi mumkinligiga amin bo'lasiz. Fevral oyining dastlabki kunlari edi. Bu ayozli kunda noma'lum kishi paydo bo'ldi. U Bramhels temir yo'l stansiyasidan piyoda keldi. Bu odamning qalin qo'lqopli qo'lida cho'g'roq yo'l sumkasi bor edi. U boshidan oxirigacha kiyimiga burkanib olgandi. Shlyapasining keng soyaboni basharasini butunlay yashirib, faqat burnining yaltirab turgan uchigina ko'zga chalinardi. Sumkasi kabi uning kifti va ko'ksi ham qor bilan qoplangandi. U sovqatgan va juda charchagan bo'lsa kerak, oyog'ini arang sudrab aravakash deb atalgan qahvaxonaga kirishi bilanoq yo'l sumkasini polga tashladi.